Prezidentimiz murojaatnomada alohida ta'kidlaganidek, bugungi global iqtisodiyotda raqobatga chidamli bo'lish uchun malakali mutaxassislar, zamonaviy texnologiyalar hal qiluvchi ahamiyatga ega. Albatta, sun'iy intellektning hayotimizga jadal kirib kelayotgani bu borada muhim o'rin tutmoqda. Shu bois raqamli transformatsiyani jadallashtirish va sun'iy intellekt texnologiyalarini davlat boshqaruviga izchil joriy etishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Ayni maqsadda tuman va shahar hokimlarining maslahatchilari uchun intensiv malaka oshirish kurslari tashkil etildi. Davlat boshqaruvida qarorlar, muhim hujjatlar aholining barcha qatlamlariga yetib borishi va ularning shaffofligini ta'minlash muhim ahamiyatga ega. Ayni shu jarayonda sun'iy intellekt texnologiyalari vaqt va resurslarni tejashga xizmat qiladi. Tuman va shahar hokimliklarining raqamlashtirish hamda sun'iy intellekt bo'yicha maslahatchilari uchun tashkil etilgan intensiv malaka oshirish kurslari ham zamonaviy AI texnologiyalarini samarali joriy etish orqali aholining mushkulini osonlashtirishni maqsad qilgan amaliy tashabbuslar natijasi deya aytish mumkin. Davlatimiz rahbarining topshiriqlari, tashabbuslariga binoan har bitta tumanda, shaharlarda va viloyat hokimlarini sun'iy intellekt va raqamlashtirish bo'yicha maslahatchi lavozimlari joriy qilindi. Joriy qilingan lavozimga 500 nafardan ortiq nomzodlar kelib tushdi va ulardan eng iqtidorli, eng salohiyati yuqori bo'lganlarni lavozimga tayinlashdi va albatta ularni malakasini oshirish bo'yicha qisqa muddatli o'quv kursi tashkil qilindi. Bu sun'iy intellekt maslahatchilarini hududlardagi shu yoshlarni ITga tayyorlash, startap loyihalarni amalga oshirish, davlat boshqaruvidagi axborot tizimlarini hududlarga joriy etish, IT xizmatlar eksportini oshirish, IT kompaniyalarni olib kelish kabi maqsadlarni ularga to'g'ri tushuntirib berish. Maqsadda bizlarda Inha universiteti va vazirlik tizim tashkiloti tomonidan o'quv dasturi ishlab chiqildi. Davlatimiz rahbarining o'tgan yil so'ngida Oliy Majlis va xalqimizga yo'llagan murojaatnomasida ham keltirilganidek, yaqin kelajakda Toshkent shahri, Farg'ona, Buxoro va Toshkent viloyatida 4 ta data markaz, 2 ta superkompyuter va 15 ta oliygohda sun'iy intellekt laboratoriyasi faoliyati yo'lga qo'yiladi. Bu tibbiyot, transport, qishloq xo'jaligi va geologiya, bank, moliya, jamoat xavfsizligi kabi muhim sohalarda 100 dan ortiq sun'iy intellekt loyihalarini amalga oshirishga xizmat qiladi. Tabiiyki, bu jarayonda sohada yetuk va salohiyatli kadrlarga talab keskin oshadi. O'quv mashg'ulotlari davomida ishtirokchilar raqamli transformatsiya, sun'iy intellektni davlat boshqaruvida qo'llash, ma'lumotlar bilan ishlash va zamonaviy texnologik yechimlar bo'yicha amaliy bilimlarga ega bo'lishdi. Sun'iy intellekt odamlarda o'sha og'irni yengil qilish, sarsongarchilikni oldini olish, shaffoflik yoki yashirin iqtisodiyotni ochib beradigan tizim bo'lib ishlash kerak edi. Hokimiyatlarda o'sha sun'iy intellekt yoki bo'lmasa IT sohasida vakil bo'lmagan shu vaqtgacha. Muhtaram prezidentimiz tashabbuslari bilan o'sha hokimliklarda ham maslahatchi lavozimi joriy etildi va yangi shuh, o'sha yangi bir atmosfera kirib boryapti, adashmaymiz. Bu yerda o'rgangan narsalarimiz hammasini o'sha chekka tumanlarga, qishloqlargacha olib kirish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Endi o'ylaymanki, mana shu biz nafaqat sun'iy intellekt loyihalarini, dasturlarni yaratish, balki uni eksportga olib chiqish, ular orqali ish o'rinlarini yaratish. Eng asosiy narsa bu yerda xalqning mushkulini oson qilishimiz kerak. Bizning funksional vazifamiz shu va iqtisodiyot tarmoqlarida o'zimizni juda ham katta hissamizni qo'shadigan katta imkoniyat bor. Faqat buni biz qo'lga olsak bo'ldi. Davlatimiz rahbari Oliy Majlis va xalqimizga bo'lgan murojaatnomalarida aynan bu sun'iy intellektga yana urg'u berdilar. Bu sun'iy intellekt o'zi oladigan davlat siyosati darajasida ko'tariladi. Biz O'zbekistonimizda IT kompaniyalar uchun alohida imkoniyatlar yoki soliq imtiyozlari yaratib berilgan bo'lsa, endi sun'iy intellekt sohasiga ham alohida imtiyozlar, imkoniyatlar yaratib berdilar. Kecha mana data markazlarini tashkil qilishi. Oldin biz mana shu kungacha ham, hozirgacha ham davom etyapti. O'zbekistonni IT hubga aylantirish bo'yicha ishlar qilinardi. Bu endi mana shu sun'iy intellektni kirib kelgandan keyin IT va sun'iy intellekt hubga aylantirish kerak degan bizda shunaqa mas'uliyat paydo bo'ldi. Davlat boshqaruvida sun'iy intellekt texnologiyalarini joriy etishga qaratilgan o'quv kurslari yakunlanib, ishtirokchilar bilan ochiq muloqot o'tkazildi. Unda sun'iy intellekt bo'yicha maslahatchilar o'zlarini qiynayotgan masalalar va orttirgan tajribalari bilan o'rtoqlashdi. Davlat rahbarimiz tomonidan murojaatnoma yo'llandi. Bizni vazirlik va hududlardagi vakillarimizga juda katta sohamizga qo'yilgan maqsadlar e'lon qilindi. Bu hududlardagi startap, fintech yo'nalishda, keyin dasturiy axborot vositalarini ishlab chiqishda, IT eksportni oshirish, investitsiya jalb qilishda juda katta marralar belgilab berildi. O'sha marralarni ham
shu maslahatchilarimiz hududlarda joriy qiladi va ular shu o'quv seminar orqali juda katta bilimlarni qo'lga kiritdi deb aminman. Bir so'z bilan sun'iy intellekt texnologiyalarini davlat boshqaruviga joriy etish nafaqat tizim samaradorligini oshiradi, balki aholiga ko'rsatilayotgan xizmatlar sifatini yangi bosqichga olib chiqadi va bu jarayonda malakali kadrlar hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi.